bu alamlarni ketkizsin diye, o'g'limning katta to'yi farziga ham yetkizsin diye. Xudo xohlasa ko'rgaysiz, to'y bolaning katta to'yi Gulbahorday kelinchakning qaddi bo'yni. To'y bolamiz Muhammad Alining umri ziyoda bo'lsin, baxti barkamol bo'lsin, sulolasiga monand ota bobolari kabi xalqni xizmati bilan hurmatli darajadagi ajoyib inson bo'lsin. Barcha sulollar vakillariga, hurmatli Jumanazarevlarga, Madaminovlarga, sulolaviy saodat onlar baxtli lahzalar muborak bo'lsin. Qayta va qayta samimiy muborakbod qilishdan behad shodmiz. Xudo xohlasa bugungi to'yning zavqi, gashti, shtuxozgacha bo'ladi. Sababi shu bugun davlatda ustozlarga intilib, ustozlarga havas qilib, ustozlarning duolarini olib, ustozlari kabi, ota bobolari kabi xalqni xizmati bilan hurmatli darajada bo'lgan inson, ustoz san'atkorimiz, butun bir vohamizga faxri, Azizjon Ro'zmetov rahbarligidagi san'at va ijod ahli, ustozlar, do'stlar, qadrdonlar, yaqinlarisini xizmatingizda bo'ladilar. Shuningdek, bugun bizni tarixga, mangulikka muhrlashda go'zal xizmatlar qilayotgan, zamon talablariga mos va xos kela olgan zamonaviy studiya Alijon video so'zli video tasvirchi, foto surat jo'natgan xizmatlar, ularga ham omadlar, zafarlar yor bo'lsin. Hammalaringizga yoqimli xordigonlar, yoqimli ishtaha, oqshom xayrli bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Ustoz san'atkor